hozirgi kunda trendda bo'lgan fasadniy plitkalarni qanchaga tushishini biz sizlar bilan birma-bir hisoblab ko'ramiz. Ketdik. Mana bu fasadniy plitkamiz, bu lazerli fasadniy plitka deyiladi. Fasadniy plitkaning rangiga qarab narxi o'zgaradi. Mana shu toshimizni o'zi 1 kvadrat metr 85 ming bo'ladi. Lekin bizda bundan tashqari mana bunday 5 ga 3 razmerdagi rekalar ishlatiladi. Bu rekani 1 metri 5,5 mingdan 6 minggacha bo'ladi. Ustalarimiz ishlaydi. Ustalarimiz kelib turib ishlaydi. 70 mingdan ishlaydi. Ularning ishiga nimalar kiradi? Usta terib beradi va lak sepib, yuvib, tozalab, lak sepib berib ketadi. Lekin u ishlar jarayoniga atko'z kirmaydi. Atko'z alohida qilinadi. Bu so'kilini lekin bular kafirlar qilgan. Bizda esa o'zimizda ham so'killarimiz bor. Ular turlarini tanlash imkoniyatingiz bor. Xohlagan turingizdagi so'kilni qilib berishingiz mumkin. Bu so'killarni qo'yib berish ham xuddi shu narxga tushadi. Ko'p odamlar e'tiroz bildiradi, fasadniy plitkalar shaqirlagan ovoz chiqardi va shu qiladi deb. Hech qanaqa bunday ovozlar chiqmaydi. Utublit qilingan, hamma narsasi joyida. Rangi va sifatiga biz javob beramiz. Agar sizga ham xuddi mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Yana sizga yana bitta yangiligimizni aytib ketamiz. Termotraverting mahsulotlar ishlab chiqarishda ham yo'l qo'yganmiz.